Bola ham maktab bog'cha yoshiga yetdi. Endi o'zimga davrim keldi deb bunday oynaga qarasangiz, yuzingizga ajin tushib, to'rdona sochingiz qolgan. Darrov qimmat vitamin kolageliga chopmasdan har hafta shu xolodesdan tayyorlab yeng. Mana ko'rasiz, sizdan jononi bo'lmaydi. Mol tuyoqlarini yaxshilab yuvib, qaynatishga qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin suvlarini to'kib yengilab, go'shtlarimizni ham qaynatishga solamiz. Suv qaynashi boshlagandan keyin yana suvni to'kib yengilaymiz. Umumiy hisobda suv 3 marta yengilanadi. Eng oxirida ajragan ko'piklarini olib, sabzi, piyoz, lavroviy list, tuz murchlarini solib 6 soat miltillatib qaynatamiz. 6-7 soat qaynagandan keyin ichidan hamma narsani ko'tarib, suvini sitadan o'tkazib, suviga chesnak qo'shamiz. Xolodesimizni xuddi shu ko'rinishda yig'ib, kamida 4-5 soatda xolodilnikda qotiramiz. Agar xohlasangiz, kichkina idishchalarga tayyorlasangiz, bundan ham chiroyli chiqadi. Xolodeslarim qotgunigacha 6 soat gazda turib, shu ahvolga kelib qolgan kastrulkani bavi bilan tozalab olamiz. Suv qaynab chiqqandan keyin 2-3 qoshiq bavi super очистительdan solib, yana ozroq qaynatdim. Kastrulkam yengidek bo'ldi, qoldi. Uyingizda nimaiki chirk, dog', kir narsa bo'lsa, uni bavi bilan tozalab olsangiz bo'ladi. Xolodesimiz ham tayyor, albatta tayyorlab ko'ring. Videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Qiyin narsalarni oson usulda o'rganamiz.